Hurmatli mijozlar, Agrar alternativ uylarning hokimiyat binosida bank mijozlari, fuqarolar, tadbirkorlar bilan navbatdagi uchrashuv o'tkazib belgilangan. Bundan asosiy maqsadimiz tadbirkorlik qilish istagi bo'lgan fuqarolarni tadbirkorlikka jalb qilish, tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanib kelayotgan mijozlarimizni tadbirkorlikni kengaytirish uchun kreditlar ajratish, tadbirkorlikni rivojlantirish, ko'paytirish, yangi ish bilan ko'paytirish orqali tumanimizdagi ishsizlarni ish bilan ta'minlash, daromadini oshirish asosiy maqsad qilib olingan. Agrarbank qog'ozida quyidagicha kiritlar mavjud. O'zini o'zi band qilganlarga biznesga ko'mak 25% dan beriladi, turingiga, xotin qizlarga 23%. Mahalla loyihasi bo'yicha 50 million so'mgacha beriladi 5 yilga. Ayollarga, xotin qizlarga 23%, 2% imtiyozlar, 2% imtiyozlar. Keyin yana yuridik mijozlarimizga 312 insonlar qaror qilsin, 100 million so'mgacha 21%, hozir o'zgartirish bo'ldi, 300 million so'mgacha bank o'z mablag'idan 21% dan beriladi. Bunda ham xotin qizlarga 2% ligatasi bor, 19% dan beriladi. Bundan tashqari madadkor degan kreditimiz bor. Yuridik shaxslarga ish o'rni yaratganiga qarab, ikkitadan 5tagacha erishsa 500 million so'm 25% dan, 6tadan 10tagacha erishsa 1 milliard so'm 24% dan, 10tadan ziyod ish yaratgan ishchi o'rni yaratganiga 2 milliard so'mgacha beriladi, 23% dan beriladi. Shunga kimdir tadbirkor qilish istagi bo'lsa, o'zini o'zi band qilib kirit olmoqchi bo'lsa, faoliyatini kengaytirmoqchi bo'lsa, hisoblab berishingiz mumkin. Yakka katta tadbirkorlar yaxta ochiladi-ku, 2 kishilik ish o'rni bor. Imtiyozli kredit kerak. Xo'sh, ayol kishi nomza 300 million kredit kerak-da. Unga kafilga qanaqa bo'ladi? 100 million so'mgacha tadbirkor jamg'armasi kompaniyasi hisobidan beriladi. Unga kafil kerak emas, sug'urta qilinadi. 300 milliongacha olayotganimizda 100 milliondan tashqari 200 millioniga likvidli mol-mulk garov qo'yiladi. Bu ham 20%. Xotin qiz bo'lsa, raisi o'shani rahbari 19% dan oshiradi. Kafil bo'lgan mol-mulkni garov qo'ysa, agar 100 million so'mgacha olsa, hech qanaqa mol-mulk garov qo'ymaydi. Sug'urta kafil bo'ladi, kompaniyamiz kafil bo'ladi. Agar 300 milliongacha olayotgan bo'lsa, 200 millioniga, 100 milliondan tashqarisiga o'sha likvidli mol-mulk garov qo'yiladi.